Do'stlar, ushbu xabarimni Agrobankdan kredit olib, biroq mana shu kreditlarni og'ir hayotiy vaziyatga, og'ir iqtisodiy vaziyatga tushib qolganligi tufayli to'la olmasdan qiynalib yurgan barcha tanish-bilishlaringizga yuborib qo'ying, shuningdek o'zingiz uchun ham saqlab qo'ying, albatta foydali bo'ladi. Qachondir Agrobankdan kredit olib to'lay olmay qolsangiz. Juda ko'plab obunachilarim navbatdagi bank qaysi degan savolimizga Agrobankdan olib chiqing deganlar soni ko'p ekan. Va Agrobankka telefon qilyapmiz. Bizda bunaqa restrukturizatsiya shartlari yo'q, mijozlarga beriladigan degan vajlarni aytishyapti degan masala bo'yicha murojaat qilishdi obunachilarim. Mana ko'ryapsiz, hurmatli obunachilarim, chiqarib ham qo'ydim. Ekranda ko'rsatyapman ham mana rasmiy hujjatni. Buni Agrobankning rasmiy saytidan olingan. Agrobank aksiyadorlik tijorat banki boshqaruvining 2026-yil 30-yanvardagi 12/3 sonli qaroriga birinchi ilova sifatida moliyaviy qiyinchiliklar, murakkab hayotiy vaziyatlarga tushib qolgan hamda force major holatlari tufayli o'z vaqtida kredit to'lovlarini amalga oshirishga qiynalayotgan mijozlarning kredit shartnomasi shartlariga o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish, ya'ni restrukturizatsiya imkoniyatlari borasidagi arizalarni ko'rib chiqish tartibi tasdiqlangan. Endi siz uchun muhim bo'lgan jihatini aytib o'taman do'stlar. Agrobank tomonidan o'zini mana shunday to'lovga qiynalib qolgan mijozlari uchun 3 xil turdagi restrukturizatsiya taqdim etilyapti. Tartibning 6-bandida. Birinchisi, kreditni qaytarish muddatini uzaytirish. Ikkinchisi, kredit foiz stavkasini qayta ko'rib chiqish. Uchinchisi esa kredit to'lovlari sababli kechiktirganlik uchun jarima hamda premiyalar miqdorini kamaytirish. Endi do'stlar, ikki xil mijozlar bo'ladi. Bankda bilasiz, yuridik shaxslar sifatidagi mijozlar hamda jismoniy shaxslar sifatidagi mijozlar. Agrobank ham mana shu ikki turdagi mijozlarga restrukturizatsiyani beradi. Birinchisi yuridik shaxs bo'lgan mijozlar, ya'ni Agrobankdan kredit olgan barcha yuridik shaxs bo'lgan fermerlar bo'ladimi yoki boshqa korxonalar bo'ladimi, yaxshilab eshiting. Kreditni to'lay olmay qolsangiz, bank quyidagi hollarda imkoniyat beradi. Birinchisi, aylama mablag' yetishmay qolganda. Ikkinchisi, investitsiya loyihasi asosiy sabablarga ko'ra ishga tushmasligi, ya'ni pandemiyalar, chet el uskunalarini yetib kelishini kechikishi va uchinchisi esa asosiy sabablarga ko'ra qurilish yoki montaj ishlari to'xtab qolsa, to'rtinchisi force major holatlari, tabiiy ofatlar, sellar, suv toshqinlari, qurg'oqchilik. Endi jismoniy shaxslar bo'lgan mijozlarga Agrobank quyidagi holatlardagina restrukturizatsiyani taqdim etadi. Birinchisi, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik. Bu 2 oydan ortiq bo'lishi kerak. Ikkinchisi, ish joyi yo'qolib, bandlik organlarida ro'yxatga olingan bo'lishlik. Uchinchisi, turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lishlik, kafil yoki birgalikda qarz olgan shaxs. Keyingi qaramoqda birinchi yoki ikkinchi guruh nogironlarining soni ortadigan bo'lsa, uchinchisi esa qarz oluvchining o'ziga birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi belgilansa. To'rtinchisi tabiiy hamda texnogen vaziyat, favqulodda vaziyatlarda va beshinchisi esa Agrobankdan kredit olgan, biroq homilador bo'lib qolgan, tug'ruq ta'tiliga chiqqan opa-singillarimiz uchun muhim hisoblanadi. 10 oygacha ularning kreditini uzaytirib berilishligi mumkin. Do'stlar, mana shu qo'limda ushlab turgan tartibni mana ko'ryapsiz, mana bu yerda Telegramdagi kanalimga joylayman. Tartibning rasmiy matnini o'ting, yuklab oling, avval tanishib chiqing. Do'stlar, keyingisi qaysi bank bo'lsa, agar sizda mana shunday bank kreditlari bilan bog'liq bo'lgan muammoli holatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, direktdan murojaat qiling. Sizga kelishilgan holatda yuridik xizmatni ham taqdim etib boraman. Do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling.